Dumanчик. 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 Çoğanım ben. Çoğanım. 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 Çoğanım ben. Çoğanım. Ma. Çoğanım ben. Çoğanım ben. Çoğanım. Dama suga teg'iza o'ynab o'tiribdi. Ço'anim man, ço'anim. Dama suga teg'iza mana. Ço'anim man, ço'anim, mana, ço'anim. Xo'p, mana 1,5 oylik почти mushukchamiz holatini ko'rib turibsizlar, hozir og'riqdan chidab olmasdan baqirib yotibdi. O'rtoqlar, mana shunaqa mushuklarning qo'shilishi bilan bog'liq bo'lgan holatlarga e'tiborli bo'linglar. Aka singil mushuk qo'shilib qolgan hisobiga mana shunaqa salgina patologiyalar mushuklar tug'ilib qolgan. Buni neurostabiliya kalsiy deydi, ya'ni tug'ma osteoxondrodisplaziya. Hozir shu og'riqdan juda ham qiynalib yotibdi. Endi xudo xolasa ukollarni boshladik. 3 kunlik ukollari bo'ladi. Mushuklarni qanday qilib hojatxonaga o'rgatish mumkin? Ha, ko'pchilik qiynagan savolga bugun biz javob beramiz. Undan oldin videoga like bosing. Unda biz boshladik. Mushukcha hojatdan bo'shagach, qumdan qumaloqchalarini tozalab olish mumkin. Buning uchun maxsus xokandozlar ham bor. Lekin suyuqligi tekkan qumga tegmagani ma'qul. 3-4 kun shu holda tursa, mushukcha qumdagi hojat isini mo'ljallab, o'zi mustaqil ravishda hojat joyini topib kelishni o'rganib oladi. Faqat u bunga o'rgangunicha hojat qutisi turgan joyni o'zgartirmasligingiz kerak. Ha, aytgan. Mushuk bilan ayol mushukni qanaqa qilib ajratamiz? Qaranglar. Mana bu erkak, ko'ryapsizlarmi? Pipiskasi bilan siyadigan joyi bilan kakashka qiladigan joyini orasi uzoq bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar, mana bu erkak mushuk. Men bu ayol mushukni mana pipiskasi bilan bularniki yaqin bo'ladi. Mana shuni ajratasizlar. Voy shirinchalarim, moni shirinchalarim.